YouTube millionlab dollarlar aylanadigan gigant kompaniyalardan biri. Millionlab odamlarni o'zgartirishga yordam bergan platforma. Content qiluvchilar, ya'ni YouTube'da video qilib kanal yurituvchilar aynan ushbu pullardan o'z ulushlarni oladi. Xo'sh, bizchi? YouTube'dan haqiqatda pul topa olamizmi yoki ijtimoiy tarmoqlarda shov-shuvlarga sabab bo'lgan minglab dollarlarni topish shunchaki ertakmi? Assalomu alaykum do'stlar, ismim G'ayrat, siz sun'iy intellektlar YouTube kanalidasiz. Aynan bugungi videoda siz ushbu savollarga detallarigacha javob olasiz. Demak, boshladik. Video oxirida meni o'zimni shaxsan 2 yildan beri yuritayotgan, 41 mingta obunachiga ega bo'lgan va 7 milliondan ortiq ko'rishlar soniga ega bo'lgan kanal qancha topganligi, uni analitikasi haqida so'z boradi. Oxirigacha tomosha qiling. Oxirgi paytlarda Instagrammi, YouTube deysizmi, Telegrammi farqi yo'q. Barchasida men YouTube'dan shuncha pul ishlab topdim, siz ham bu pulni ishlab topa olasiz. Bir oyda, bir haftada deb ko'plab videolar chiqarishmoqda va o'z kurslarini sotishmoqda. Keyin o'ylab qoldim, to'xta, bu rostdan haqiqatmi? Rostdan biz YouTube'dan shuncha qisqa vaqt davomida ko'p pul topa olamizmi? Xo'sh, bunga to'xtalishdan oldin YouTube algoritmlarini, ya'ni siz bilgan YouTube algoritmlarini bir ko'rib chiqamiz. Kanal monetizatsiyaga ulanishi uchun katta videolar 4000 soat ko'rilishi, short videolar 10 million marta ko'rilishi va kanalingizda eng kamida 1000 ta obunachi bo'lishi kerak. Va bundan tashqari YouTube mualliflik huquqiga ham juda ham katta e'tibor qaratadi. Shu sababli birovlarning qilgan kontentini, ya'ni birovlar qilgan birorta videoni o'zingizning kanalingizga joylaydigan bo'lsangiz, bu sizning kanalingizni monetizatsiya bo'lmasligiga turtki bo'lishi mumkin. Shu sababli imkon boricha YouTube'da o'zingiz kontent qilganingiz ma'qulroq. Ma'no jihatdan boshqalarnikiga o'xshashligi mumkin, lekin o'zingiz yaratib, uni o'zingiz qayta ishlaydigan bo'lsangiz, o'zingiz joylaydigan bo'lsangiz YouTube'ga, bu sizga juda ham foyda beradi. Ayniqsa YouTube'ni monetizatsiyaga ulash paytida. Xo'sh, endi Instagram va YouTube'da sotilayotgan AI kurslariga qaytsak, ya'ni YouTube'dan qanday qilib pul topsa bo'ladi degan kurslarga. Sizga bu juda ham oson tuyulishi mumkin, chunki sizga ular kurslarni sotish uchun juda ham chiroyli marketing qilishadi. Ya'ni o'zlarining kursini sotish uchun. Va siz bilmaysizki, u kurs sotayotganlar faqatgina kursini sotib pul topishadi. Faqat YouTube'dan emas. Ba'zi birlari YouTube'dan pul topishi mumkin, lekin ular ham monetizatsiya yoqquncha anchagina vaqt sarflagan. Shu sababli bu jarayon anchagina ko'p vaqt va katta mehnat talab qiladi. YouTube shartlaridan yana biri, YouTube o'zbek auditoriyasiga hech qachon pul to'lamaydi. Ya'ni siz o'zbek tilida video qilsangiz, YouTube sizga pul to'lamaydi. Chunki nimaga? YouTube hali O'zbekistonga kirib kelgani yo'q. YouTube O'zbekistonga kirib kelsa, siz YouTube'da ko'rayotgan videolaringizda har birining boshida reklama chiqishni boshlaydi. Instagramda bilasiz-ku, Instagramda har video ko'rsangiz, undan reklama kelib chiqadi. YouTube'da esa bizda unday emas. Lekin YouTube'da reklama tizimini, YouTube'dagi premium versiyalarini hisobiga YouTube boshqa kontent qiluvchilarga, ya'ni siz bilan bizga pul to'laydi. Mana masalan, chet elda odamlar YouTube'ga video ko'raman deb kiradigan bo'lsa, ular YouTube'da reklamalar juda ham ko'pligi sababli premium versiyasini sotib olishga majbur bo'lishadi. Va yoki shunchaki reklamani ko'rishga majbur. Va aynan shu reklamalar orqali ular albatta pul topadi, ya'ni kanal egalari. Agar siz ham xuddi shu narsani sinab ko'rmoqchi bo'lsangiz, birorta VPN ni yoqasiz va YouTube'ga kirasiz. VPN ni yoqib turib YouTube'ga kiradigan bo'lsangiz, aniq bilamanki, sizda ham birorta chet elda, ya'ni monetizatsiya yoqqan kanal bo'lsa, albatta undan reklama chiqadi. Katta uzun video bo'ladimi yoki qisqa video bo'ladimi, video ko'radigan bo'lsangiz VPN ni yoqib, albatta siz YouTube'da reklamalar juda ham ko'pligiga amin bo'lasiz. Xo'p, o'zbek tilida video qilsam bo'lmarkan dedingiz. Ingliz tilida yoki boshqa chet elliklar ko'radigan video qilaman deb aytishingiz mumkin. Nimaga? Chunki sizga AI kurs sotmoqchi bo'lganlar, ya'ni YouTube'dan qanday qilib pul topishni kursini sizga sotmoqchi bo'lganlar aynan xuddi shu usulni tavsiya qiladi. Men juda ham ko'plarni ko'rdim, ya'ni o'sha reklamalarni, o'sha kurslarni sotayotganlarni
Ular aynan bitta sun'iy intellekt orqali yoki ikkita yoki uchta sun'iy intellekt orqali videolarni birlashtirib, video yaratasiz va uni YouTube'ga joylaysiz. Siz shu orqali minglab dollarlab topishingiz mumkin deb ko'rsatishmoqda. Va ular aytishmayaptiki, siz bitta video yoki ikkita yoki uchta videogina yasay olasiz xolos. U sun'iy intellektlar pulli. Chunki u sun'iy intellektlar orqali juda ham ko'plab odamlar ishlatishmoqda va sifatli bo'lganligi uchun albatta ular pul to'lashga majbur. Va albatta YouTube hech qachon 2 yoki 3 dona video uchun sizni monetizatsiyaga ulab qo'ymaydi. Kurs sotayotganlarning juda ham ko'plari aynan faqat shu kursni sotibgina pul topayapti xolos. Va bu yo'nalishga kirmaganlar, ya'ni YouTube'da kanal yuritishni endi boshlayotganlar esa bunga darrov ishonib qoladi. Ya'ni oson pul topish ilinjida. Shu sababli men Telegram kanalimga, ya'ni Telegramdagi sun'iy intellektlar kanalimizga post joyladik. Aynan ushbu muammo haqida. Telegramdagi postimizga bir nechta odam o'z izohlarini qoldirishgan, ya'ni o'sha kurs sotadiganlar haqida. Va aynan hozir sizlarga shuni o'qib bermoqchiman. Kamida 6 oy, 1-2 yil kuzataman kurs sotadiganlarni, lekin ko'p odam aytishdi menga, anchagina pulga tushirib ketishdi deb. Rostdan ham sabr bilan kuzatish kerak, to'g'ri aytasiz. Meni boshimdan o'tdi shu narsa. Bir bloger 5 yillik tajribam bor deb chiqdi. Kanalini ancha kuzatdim, keyin darsligini sotib oldim va afsuslandim, chunki o'sha darslikni YouTube'ga sekin-sekin bepul chiqarib kelmoqda. Shu sababli do'stlar, imkon boricha YouTube'dan qidirib o'rganishga harakat qiling. Bunday kurslardan ko'ra, agar ingliz tilini biladigan bo'lsangiz, umuman hech qanday kurs sotib olishingiz keragi yo'q. Chunki ingliz tilida yoki o'zbek tilida ham hozir ma'lumotlar tiqilib yotibdi YouTube'da, bemalol ko'rib o'rganib olishingiz mumkin. Ja bilmasangiz, ChatGPT bor. Men bu bilan pul topa olmaysiz demoqchi emasman. YouTube'dan bemalol pul topsangiz bo'ladi. Albatta buning uchun meni kursimda o'qing deb. Albatta hazil. Haqiqatda pul topsangiz bo'ladi, lekin bu uchun anchagina sabr va mehnat kerak. Yaxshiroq joylashib oling, sizga qanday qilib noldan kanal ochib turib, aynan qaysi yo'nalishda yoki monetizatsiyagacha yetadigan jarayonda sizga to'liq qilib tushuntirib beraman. Xo'sh, birinchi bo'lib nish, ya'ni bu yo'nalish. Chet tili bo'lsa, ingliz tili bo'lsa yoki umuman faqat tovushlardan iborat bo'ladigan bo'lsa, bu juda ham yaxshi. O'zingiz qiziqqan yo'nalish bo'lgani ancha yaxshi. Chunki siz o'ylashingiz mumkin, faqat pul topish uchun qilyapman men, bo'ladi. Yo'q, qanchadir video qilib, pul topishni boshlaganingizdan keyin sizga yo'nalish ham muhim bo'lib qoladi. Ya'ni aytdimku, mehnat qilish anchagina qiyin, video yasash jarayoni anchagina uzoq vaqt davom etadi. Agar sizni o'zingiz qiziqqan yo'nalishingiz bo'ladigan bo'lsa, u videolarni bemalol, qiynalmasdan, zerikmasdan davom ettira olishingiz mumkin albatta. Va aynan shu tanlangan yo'nalish bo'yicha siz 100 ta video qilishingiz kerak. U farqi yo'q. Obunachi keladimi sizga? 50 ta video qilasiz, 80 ta video qilasiz, farqi yo'q. Obunachi keladimi? Prosmotrlar bo'lmaydimi? Izohlar yoki hech qanday o'sish bo'lmayaptimi kanalingizda ham baribir 100 tagacha davom ettirishingiz kerak. Eng kamida 100 taga. Siz bilgan MrBeast YouTube'dagi uning boshidagi videolari ham juda ham kam prosmotrlar olgan va u harakatdan to'xtamaganligi sababli hozirgi kunda ko'rishingiz mumkin uning holatini. U 100 ta videoga men g'oyani qaydan topaman deb o'ylanishingiz ham shart emas. Chunki o'zi avtomatik ravishda 10 ta video qilishmi, 10 ta videoga qarab turib, albatta keyingi videolaringiz ham g'oyalar paydo bo'lishni boshlaydi. Va har bitta videoingiz ikkinchisidan ko'ra yaxshiroq bo'lsin. Bitta video qildingiz, keyingi safar nimasidir grafikasini to'g'rilang, sifatini to'g'rilang, g'oyasini yaxshilang. Xuddi shunaqa holatda 100 ta video qiling va natijasini ko'rasiz. Va uchinchisi, muhimi davomiylik. Bitta video qilib, ikkita video qilib, 3 ta qilib yoki 10 ta qilib hech qanday natija ko'rmagandan keyin motivatsiyasiz tushib, uni to'xtatib qo'ysangiz, albatta o'sish bo'lmaydi. Shu sababli davomiylikni ushlash eng muhimi. Ya'ni agar short video qiladigan bo'lsangiz, har bir kunda agar bunga har kuni qiladigan bo'lsangiz, agar video sifatiga ta'sir qiladigan bo'lsa, har 2 kunda bir video chiqarib turing albatta. Bir haftada bitta katta video yoki ikkita katta video yetadi. Bemalol shu orqali kanalingizni rivojlantirib olsangiz bo'ladi. Va e'tiborli bo'ling. Albatta birinchi, ikkinchi, uchinchi videolaringizda 500 ta, 1000 ta, 500 ta, 1000 ta atrofida prosmotrlar bo'lishi mumkin. Albatta o'zingiz qilsangiz videoni. Chunki nimaga? U
videolarni sinash uchun YouTube algoritmi boshqa obunachilarga ko'rsatadi. Ya'ni siz yangi kanalsiz, o'sha kanalni ko'rsatish uchun boshqalarga ko'rsatadi. Agar boshqa odamlar yoqtiradigan bo'lsa, u siz qilayotgan videolarni keyin u rekomendatsiyaga chiqib ketadi va kanalingizni rivojlantiradi. Chunki agar o'sha 3 ta 4 ta videodan keyin 100 ta, 1000 ta prosmotr bo'ldi va yana 3 ta 4 ta prosmotr yoki umuman ko'rilmaydigan holatga tushib qolsa ham, siz davom ettirishingiz kerak. Chunki albatta qaysidir videoyingizda yana YouTube'ni o'zi algoritmi rekomendatsiyaga olib chiqadi va bitta videoyingiz ko'plab ko'riladigan bo'lsa, boshqa videolaringizga ham ta'sir qiladi. Ya'ni bitta zo'r qilgan videoyingiz, masalan 100 ta video dedim, 100 ta videodan hop borani 10 tasi, 15 tasi juda ham katta prosmotr oladigan bo'lsa, qolgan videolaringizni ham teng ko'tarib ketadi. Va albatta bu orqali siz prosmotrlar, bu videoni boshida aytib o'tgan YouTube'dagi algoritmlarga tushadi. Ya'ni 10 million marta shorts ko'rishlar va yoki katta videolarning 4000 soati. Va yana shuni hisobga oling, bu jarayon tez bo'lmaydi, chunki siz hammasini o'zingiz qilishingiz kerak. Men o'zim ham video qilish jarayonimda birinchi sun'iy intellektdan foydalanib video qilgan kunim oddiygina 1 minutlik video uchun adashmasam 6 yoki 7 soat vaqt sarflaganman. Aynan xuddi shunaqa. Nimaga? Chunki ishlatishni bilmaysiz. Turli xil sun'iy intellektlarni, uni montaji bor, uni ovozi bor, uni grafikasi bor, YouTube'ga joylash, YouTube'ga kanal ochish, har qanaqa holatda ham faqatgina bitta o'zingiz ishlaysiz. Menimcha hozir siz aynan shuni ko'rib turibsiz. Faqatgina bitta o'zingiz. Chunki sizda sheriklar bo'lmaydi hech qanaqa. O'shanaqa paytda uzoq vaqt ketadi va siz shunga sabr bilan harakat qilishingiz kerak. Bu tezda bo'ladigan jarayon emas. Yana bir muhim jihatlardan biri post joylashdagi xatolik. YouTube'da videolarni ko'rsangiz juda ham ko'pchilik men aytgan narsalardagi ba'zi elementlarni aytib o'tishadi, ammo post joylashdagi vaqtni hisobga olishmaydi. Biz O'zbekistonda yashayapmiz. Agar siz Amerika yoki boshqadir chet davlatlarga ko'radigan videolar qilmoqchi bo'lsangiz, siz ular bo'lib yashab ko'rishingiz kerak. Ya'ni ular qaysi paytda video ko'radi odatda? Masalan, bizda o'zbeklar odatda kechki paytda video ko'radi YouTube'da yoki birorta ma'lumot documentary film bo'ladigan bo'lsa, albatta uni kunduzi ko'rishadi. Agar siz gaming, ya'ni o'yin yoki xuddi shunaqa sun'iy intellekt yasalgan videolarni qilib, ya'ni ko'ngilochar videolar bo'ladigan bo'lsa, albatta siz uni Amerikani vaqti bo'yicha kechki soatga qo'yishingiz kerak. Masalan, 8 deylik, Amerikada soat 8, bizda u necha soat farq qilishini hozir bilmayman. Bu yerda videoda o'zi qo'yib ketamiz qancha vaqt bo'lishini. Hisoblashingiz kerak. Masalan, Amerikada kechki payt soat 8 bo'lsa, bizda O'zbekistonda ertalabki masalan 4 bo'lishi mumkin yoki 3 bo'lishi mumkin. Siz YouTube algoritmini hisobga olib turib, xuddi shunaqa joylashda postni joylashingiz kerak va albatta ular kechki paytda o'sha siz qo'ymoqchi bo'lgan davlat o'sha videolarni aynan YouTube'ga kirganda ko'rishlari mumkin. Shu sababli siz ko'proq obunachi, ya'ni ko'proq prosmotrlarga ega bo'lishingiz mumkin. Buni ham hisobga olish muhim. YouTube kanal ochish yoki uni monetizatsiyaga ulash haqida detallarigacha tutorial qilib o'rgatmadim. Chunki buni bemalol YouTube'dan o'zingiz qidirib topsangiz bo'ladi yoki ChatGPTdan so'rab o'rganib olsangiz bo'ladi, bemalol. Xo'sh, mana men sizga o'zimni asosiy kanalimni ko'rsatmoqchiman. Ya'ni bu kanalni 2 yil oldin ochganman. Muvaffaqiyat sirlari. Unda 41 mingta obunachi bor. Xo'sh, nima deb o'ylaysiz? 41k, ya'ni 41 mingtadan oshiq obunachisi bor. Juda ham 7 milliondan ortiq ko'rilishlar soniga ega bo'lgan kanal qancha pul topdi deb o'ylaysiz? Butun davr mobaynida. Atiga $4. $4ga ham bormaydi. Chunki nimaga? Men bu yerda xatolar qilganman. Birinchi bo'lib, men postni davomiy joylamaganman va ikkinchi bo'lib, men o'zbek tilida kontent qilganman. Shu sababli menda juda ham kam summa to'planib turibdi bu yerda. Va nimaga unda siz o'zbek tilida kontent qilgan bo'lsangiz ham aynan sizda $4 bo'lsa ham pul tushdi deb aytishingiz mumkin. Chunki videoni boshida aytdik, o'zbeklarga YouTube pul to'lamaydi. Lekin o'zbek tilini biladigan, o'zbek videosini ko'radigan chet eldagi o'zbeklar bizning videolarimizni ko'rishi mumkin. Masalan, Koreyada, Yaponiyada, Xitoy, farqi yo'q, Amerika, Yevropa davlatlari yoki shunaqa YouTube monetizatsiyasi yongan davlatlarda o'zbeklar bizning videolarimizni ko'radigan bo'lsa, aynan o'shalarning hisobiga pul tushadi. Shu sababli ozgina bo'lib to'planib qolishi mumkin, lekin u darajada ko'p tushmaydi. Shunday ekan do'stlar, oson pul topaman deb aldanib qolmang.
Video foydali bo'lgan bo'lsa yoki yangi biror narsa o'rgangan bo'lsangiz, izohlarda yozib qoldirishni unutmang. Bu men uchun va ushbu kanal uchun juda ham katta o'sish bo'ladi. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr, salomat bo'ling.